Hurmatli obunachilar, bugun 20-may, chorshanba, Qo'qon Nexia bozoridamiz. Nexia 1-lardan Xudo xolasa yaxshilardan ko'rsatiladi. Video oxirigacha ko'rib, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Nexia 1da Stanley rangidan so'raganlar uchun ko'rib baho berib qo'yasizlar. 1.5 donsiz motorda metanlar uстановка qilingan ekan. Gidravlika rul, akkumulyator holatlari 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balon holatlari Lux salon. Chexol polik, Lasetti bar, Lasetti rul. Magnitofonlar ham qo'yilgan ekan. 484 ming probeg. Aka, bagajni qanday ochadi? Orqadan ko'rinishlari, kalonkalar. Balon nechtali aka? 100 tali balon ekan. Orqalar pechat. Kraskasi qanaqa aka buni? Tomdan pastini asfalt qilingan. Tomdan pasti asfalt. Oldi orqasi butun ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 2800 dan tushyapti. 2800 dan o'tib berilar ekan. Aka, faqat naqdgami yoki vikobanmi? Faqat naqdga ekan. 2,5 mingga beraverasizmi aka? Kelsin siz orqadan. Bo'ldi. Mana kanalimdan chiqsanglar 2,5 mingdan 2,5 mingga berishadi. Nomer aytaverasiz? 91lik 201 1800. Aloqaga chiqaramiz aka. Akalar Nexia tayyorini mana deb yurganlar uchun ko'ra baho berib qo'yasizlar. 1.6 li motorda. Metanlar uстановка qilingan ekan. Gidravlika rul, akkumulyator holatlari. Oldindan ko'rinishlari. Balonlarni yangi qo'yib qo'yishgan ekan. 4 eshik shumka. Lux salon, polik chexol, Lasetti bar, Lasetti rol qo'yilgan ekan. Pravega kelgan bo'lsak. $190 ming praveg. Arqa holatlari kalonkalar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Bagaj holatlari. Arqalari ham pechada. Aka, yili necha dedingiz buni? Yili 13. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Kraska 10% bor. Kraskasi 10% cha bor ekan. 4 eshik shumka. Hop, narxini 4 mingdan o'tib beriladi. 4 mingdan tushib beramiz. Faqat naqdgami yoki? Naqdga. Ha, faqat naqdga. Bu nomer aytaverasiz aka? 90lik 90lik 588 588 88 88 62. 62. Aloqaga chiqaramiz akalar. Akalar Nexia 1da ideal holatdagisini topib qo'ying. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Son stramli motorda. Metallar ham uстановка qilingan ekan. Akkumulyator holatlari 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balonlari ham yaxshi holatda. Shumka ham qilingan ekan. Prostoy salon. Polik chexol, Lasetti bar. Magnitofonlar ham qo'yilgan ekan. 243 ming probeg. Arqa holatlari lekin akkuratni qilib qo'yishibdi. Kalonkalari yo'q ekan lekin.
Salaring pechadagi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi ozgina veyda bor. Kraskasi aytibdi bor ekan. Lekin tiniq holatda mashina ekan. Yili 2007. 2007. Faqat naqdganmi? Ozginasini chekilishaveramiz. Chekishlar ekan. Narxi qancha o'zi? 3,5 ming kam. 3,5 mingdan o'tib beriladi. 1,200 larga ham bera olasizmi naqdga? Akalar 3,200 ga kelishib qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nomer aytib yuborasiz aka. 93lik 93lik 103 103 60 13. 60 13. Mashina qayerdiki? Mashina Chukobrida bitadi. Chukobrida bitar ekan akalar. Aloqaga chiqaramiz. Akalar oppoq Nexia so'raganlar uchun ko'rib baho berib qo'yasizlar. Sons gibrid motorli. Metallari ham ustonovka qilingan ekan. Gidravlika rul, kondisionerlari ham ishlayotgan, akkumulyator holatlari. 2014 ga 15 ekan. Hop, kraskasi keladigan bo'lsa, 3 ta detal alishgan ekan. Kapot, krilo, eshik. Balon holatlari. Afishkalari lyuks salon ekan. Polik, chexol, Lasetti bar, Nexia 3 rol. Piano magnetofon. Kiyse 15 ming probek. Arqa holatlari keyin o'tkalonga qo'yilgan ekan. Bagajlarni qaranglar, akkuratni qilib qo'yishibdi lekin. O'ta tiniq holatda. Arqalar lekin pechada ekan. Aka narxini qancha deyapsiz buni? 4,7 dan o'tib beriladi. O alishgan narsalar radni alishgan? Radni alishgan. Aka nomer aytib yuborasiz? 91lik 741 11 88. Aloqaga chiqaramiz akalar. Akalar oppoq Nexia 1 minaman deb yurganlar uchun ko'rib baho berib qo'yasizlar. 1.5 tons motorda. 1.8 qilinganmi? 1.8 qilingan ekan, pavuklar qo'yilgan ekan. Metallari ham ustonovka qilingan ekan. Gidravlika rul, akkumulyator holatlari yaxshi holatda. 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu 100 gacha necha sekundda chiqadi aka? O'lcham nima qilganmiz? Yanvar 7.2 kompyuteri bor aka. Yanvar 7.2 kompyuterlar qo'yilgan ekan aka. Bittasi sportivniy, bittasi shahar ichida yuradigan, ikkita yuradi, ikkita rejimda. Pavuklari bor. Pavuklar qo'yilgan ekan. Uchinchi Nexialarda damini qo'ygan. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. Only full shumka Nexia 2 apshga qo'yilgan ekan. Lyuks salon. Torpedalari ham Nexia 2 ekan. Lasetti bar, Lasetti rol. Polik, chexol qo'yilgan. Only Nexia 2 salon qilingan ekanda. 347 ming probek. Mana shu tablo alishganda o'zgargan bo'lsa kerak. Pioner magnetofon. Arqa holatlari. Sidenalar Lasetti ekan. Lasetti sidena. Kalonkalarni ham yaxshilardan qo'yishgan ekan. Arqa holatlari. Only shumka. Aka kraskasini qanaqa dedingiz buni? Stanloydan oqqa sepilgan ekan. Oldi arqa butun. O'tiradni mashina. Narxini qancha deyapsiz aka? 3,5 ming so'rayapmiz. 3,5 ming. Undan o'tib beriladimi? 3200 larga. Yo'q aka, sunnatiga ko'p o'tib bermaymiz aka. Sunnatiga ozma-oz o'tib beriladi. Faqat naqdgami yoki kredit yoki nasiyaga bo'ladimi? Yo'q, faqat naqd
Faqat naqdga ekan, nomer aytaverasiz aka. 97'li 97li 597 597 7400 7400. uzun nomli. O'zlari nomlarida ekan, dehqon. Aloqaga chiqaramiz akalar. Akalar Nexia 2 ni qop-qorasida minaman deb yurganlar uchun 1.6 li motorda. Metallar usunovka qilingan ekan. Gidravlika rul. Akkumulyator holatlari. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Balon holatlari yaxshi holatda. Prosto gidravlik ekan mashinamiz. Polik, chexol, lasetti bar. Magnitofonlar qo'yib qo'yishgan ekan. Probegini qancha dedingiz aka? 157 mi probeg. Arqadan ko'rinishlari kalonkalar zavodskiy ekan. Bagaj holatlari zapaskalarigacha bor ekan. Balon nechtali aka bu? 100 tali balon ekan. Holatlari. Aka buni kraskasi qanaqa? Kraskasi bor, 30 kraskasi bor ekan. Oldi arqa butun, oldi arqa butun. Narxini qancha deyapsiz aka? 3200 deyapmiz aka. 3700, 3200. Faqat naqdgami? Faqat naqdga ekan 3200. 1-2,5 mingga bera olasizmi aka? Naqd bersiz? Qo'shsa. 2,5 mingga, Qo'shsangizgina beramiz. 2,5 mingga ozgina qo'shilsa bera yuborishar ekan akalar. Nomer aytib yuborasiz. 70lik 70lik 121 121 1661. 1661. Aloqaga chiqaramiz akalar. Akalar Nexia 2 ni sakadiskaligini ko'rib baho berib qo'yasizlar. Sons gibrid motorda. Metallari ham usunovka qilingan ekan. Gidravlika rul, akkumulyator holatlari. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 15 diska bilan qo'yilgan ekan. Balon holatlari. Shumkalar ham qilingan ekan. Lyuks salon. Kasetti barlar qo'yib qo'yishgan ekan. Polik, chexol hamma yoq tayyor ekan. Magnitofonlarigacha bor ekan. Aka probegi qanaqami? 187 ming, 387 ming ekan. Arqa holatlari. Kalonkalar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Bagaj holatlari. Balon nechtali qo'yilgan aka? 100 tali balonlari bor ekan. Mashina qaytdiki? Luklari ham bor ekan. Ko'ringlar. Mashina rishtondikimi? Xohlagan dokument bo'lar ekan akalar. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasiga kapotda bor, nariga 10 kiriladi, bu tomonda shu glazoyda o'n yo'q bor, mana pоворотный kirilasi. Shu kapot kiriladi ekan kraskasi akalar. Hop yili nariga eshikda shu orqa eshikda molding pastida. shu molding pastida petnosi ham bor ekan. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Narxi qancha deyapsiz aka? Narxi 3600 dan chiqadi. 3600 dan o'tib beriladi. 3000 ga bera olasizmi aka? Pulni qilishaversin, kelishaveraman. Bo'ldi aka, aloqaga chiqsalar arzonroq berishadi. Nomer aytib yuborasiz. 50lik 50lik 737 737 0909. 209 ekan akalar. Aloqaga chiqaramiz.